Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan men yana Tangirov Sanjar. Bugun qanday qilib eng yaxshi noutbuklarni sotib olishni o'rganamiz. Siz noutbukni xoh magazindan sotib oling, xoh uni qo'ldan sotib oling. Gap noutbukning tashqi tomonida emas. Bugun aynan siz sotib olgan yoki sotib oladigan noutbukni qanchalar yaroqli ekanligi haqida video darsga o'tamiz. Demak, 2014-yilning statistikalariga qaraganda, bu yili eng ko'p sotilgan va eng yaxshi deb topilgan kompyuterlar bular HP, Getby va Acer, Lenovo, Dell, Apple, Toshiba, Asus kompyuterlardir. Demak, bu kompyuterlar jahon bozorida eng ko'p sotilgan va muxlislar tomonidan eng ko'p qo'llab-quvvatlangan noutbuklar. Noutbuklarni sotib olayotgan paytimizda nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Albatta, birinchi navbatda bu tosh, ya'ni protsessorlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Agarda siz kompyuterlarda igra yoki bironta video ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki katta programmalar o'rnatmoqchi bo'lsangiz, demak sizga protsessorlarni qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi. Ya'ni 2 gigahertzdan 1 gigahertz yoki 4 gigahertz shunga o'xshash kompyuterlarda gigahertz bo'ladi. Demak, siz agar igralar o'ynamoqchi bo'lsangiz, demak sizga 2 gigahertz menimcha yetsa kerak. Agarda siz ofis yoki biron joyda ishlasangiz, demak sizga 1 gigahertz yetadi. Endi esa kompyuterni tez ishlashiga yana bir narsa yordam beradigan narsa bu operativniy pamять, ya'ni DDR. Demak, hozirgi kunda noutbuklarda eng kichkina operativniy pametlar bu 2 gigabaytdan kichik va 2 gigabaytdan oshiq. Agarda siz video ko'rish va har xil saytlarda o'tirish uchun noutbuk olsangiz, demak sizga 2 gigabaytlik operativniy pamet shunchaki yetadi. Agarda siz biror bir igra o'rnatmoqchi bo'lsangiz kompyuteringizga yoki kattaroq igralar o'rnatmoqchi bo'lsangiz, demak sizga 8 gigabaytdan 16 gigabaytgacha bo'lgan operativniy pametlar yetadi. Demak, gigabayt bu operativniy pametimiz qancha katta bo'lsa o'shancha yaxshi. Yodingizdan chiqarmang, operativniy pametni o'rtachasi 4 gigabayt bo'ladi. Kompyuterlarni sotib olayotgan paytda eng kerakli narsalar albatta bu video karta. Agarda video kartangiz bo'lmasa, kompyuteringiz shunchaki yo'q deb hisoblashingiz mumkin. Chunki ko'pgina kerakli ishlar video kartalar orqali bajariladi. Bizga kerakli igralarni o'ynash uchun albatta video kartalar kerak. Video kartalar hozirgi kunda 256 megabaytdan tortib, undan kattasigacha bo'lishi mumkin. Ya'ni 1 gigabayt va undan oshiq va hokazo. Demak, bizga o'rtacha video kartamiz 512 bo'lishi kerak yoki undan ham ortiqrog'i bo'lishi kerak. Demak, 1 gigabaytlar bo'lsa, xohlagan igralaringizni qotmasdan o'ynashingiz mumkin. Noutbuklarni sotib olayotgan payti yana bir narsalarga e'tibor bering. Ikki yon tarafida sizga kerakli bo'lgan DVD-ROM yoki USB, karta reader, ya'ni karta USB mayda kartalar sotadigan joylar bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Demak, kompyuterni sotib olayotgan paytimiz biz e'tibor qaratishimiz kerak kompyuterni vidiga emas, ya'ni kompyuterni o'ziga turishiga emas, balki uni qanchalar ichida yaroqli ekanligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi esa yana bir narsa, hozirgi kunda kompyuterlarni sotib olayotgan paytimiz albatta bizga ko'proq joy kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, ko'pchilik insonlarni men ko'rdim, kompyuterlarda juda ko'p MP3 va kinolar saqlaydi va shunga o'xshash narsalar saqlab yurishadi, ya'ni igra, ya'ni kattaroq programmalar. Demak, bizga kerak bo'ladigan narsa bu albatta juda katta жесткий disk, ya'ni qattiq diskimizni pamyati katta bo'lishi kerak. Hozirgi kunda norma deb hisoblanayotgan bu жесткий disklar 500 gigabaytdan to 1 terabaytgacha. Demak, hozirgi noutbuklar eng kichiklari 250 chiqayotgan bo'lsa kerak. Netbuklarda undan ham kam bo'lishi mumkin, chunki netbuklarda igralar yoki biron nima o'ynashni hojati ham yo'q. Ular shunchaki ofislar uchun yoki o'zingiz bilan olib yurishingiz uchun chiqarilgan. Demak, bizni qiziqtirayotgan savol hozir dunyoda 75% eng ko'p ishlatilayotgan narsalar bular noutbuklar. Noutbuklarni eng yaxshilarini sizlarga sanab o'tdim. Demak, o'zimni ishlatadigan noutbukim bu Acer. Demak, Acer kompyuterni men 2010-yildan beri ishlataman. Mana 4 yil bo'libdi. 2 marta almashtirdim, ya'ni 2 yil o'tgandan keyin sotib, yana Acer kompyuterni olgandim. Juda ham zo'r, juda ham yaxshi ishlaydi. Kompyuterlarni olayotgan paytingiz adashmang, eng yaxshi kompyuterlar bular Asus, HP va Acer. Toshiba kompyuteri ham hozirgi kunda juda yaxshi. Juda ko'p yomon gaplar eshitgan noutbuklarim bu men eshitganlarim Lenovo bo'ldi va Getby.
Bu kompyuterlar to'g'ri juda ko'p sotilgan, lekin menimcha unchalik yaroqligi yo'q. Chunki kompyuterlarda qanaqadir kamchiliklar bor. Demak, kompyuterlarni sotib olayotgan payt uni chiroyliligiga emas, balki uning sifatiga ko'proq e'tiborni qarating. Va oxirgi maslahatim, hech qachon arzon narsalarni sotib olmang, chunki xalqimizda arzonni noni tatimas degan maqolni unutmang. Sizlar bilan Tangirov Sanjar bo'ldi. Bugun qanday qilib yaxshi noutbuklarni sotib olishni video darsini o'tdik. Keyingi video uroklarda uchrashguncha esa xayr, sog' bo'ling.